Hörmetli qarindoshlar, Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. 22 dekabr kuni Sharq Turkiston Cumhuriyatimizning Xitoy tajovuzchilari tarafidan ishg'ol qilinganligini la'natlash, motam tutish yuzasidan Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish tashkiloti Bosh ministerimiz Salih Xudoyor apandining boshchiligida Washingtondagi Oqsaroyning oldida namoyish o'tkazdi. Bosh ministerimiz Salih Xudoyor apandining bayonotini diqqatingizga sunamiz. Ko'pchilik, yaxshimisizlar? Eng oldi bilan Amerika Davlat ishlari mahkamasining oldida o'tkazilayotgan bu namoyishimizga qatnashgan va bu namoyishimizni to'rdan ko'rayotgan dunyodagi barliq qarindoshlarimizga rahmat aytaman. Bugun Sharq Turkistonning motam kuni. 72 yil burungi bugungi kunda, ya'ni 1949 yili 22 dekabrda mustaqil Sharq Turkiston Xitoy tajovuzchilari tomonidan ishg'ol qilindi. Xitoy tajovuzchilari shuningdek keyin Sharq Turkistonni mustamlika va harbiy ishg'oliyat ostiga oldi. Uyg'ur, Qozoq, O'zbek, Qirg'iz qatorliq turkiy millatlarga irqiy qirg'inchilik yurgizib keldi. Shu sababdan Uyg'ur va boshqa turkiy millatlar 22 dekabrda Sharq Turkistonning qora kuni deb qaraydi va Sharq Turkiston mustaqilligidan ayrilgan bu kunda motam tutadi. Xitoy tajovuzchilari tomonidan 72 yil mobaynida vahshiylarcha o'ldirilgan bo'lib, yaqinqi yillar mobaynida jazo lagerlari, turmalar, majburiy emgak silish lagerlari, organ sug'urib olish lagerlariga qamalib, vahshiylarcha o'ldirilgan Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga ta'ziya bildirish yuzasidan 1 minut sukutda turayli. Bosh ministerimiz Salih Xudoyor apandi Sharq Turkiston milliy marshidan keyin bayonotini mundaq davom qildi. 2014-yildan boshlab Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistonda jazo lagerlarini qurib, millionlagan Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni jazo lagerlariga qamadi. Yana millionlagan Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarni majburiy emgak lagerlariga qamab, majburiy emgakka soldi. 2018-yil iyundan boshlab Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish tashkiloti va Sharq Turkiston Surgundi hukumati Amerika boshchiligidagi dunyodagi davlat hukumatlaridan Xitoyning bu vahshiy qilmishini irqiy qirg'inchilik, Sharq Turkistonni besib olingan zamin deb e'tirof qilishni, Xitoy tajovuzchi amaldorlariga jazo yurgizishni, Xitoyning irqiy qirg'inchiligidan qochib chiqqan Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga panohlik berishni talab qildi. 2021-yil 1-oyda Amerika hukumati Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga yurgizib kelayotgan vahshiyona qilmishi, insoniyatga qarshi jinoyatni irqiy qirg'inchilik deb bekitdi. Bu dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur tashkilotlarining olqishiga erishdi. Orqadan Kanada, Chex, Gollandiya, Litva, Belgiya, Angliya qatorliq davlat parlamentlarimi Xitoyning vahshiyligini irqiy qirg'inchilik deb bekitdi. Mushu oyning 5-da, ya'ni 6 dekabrda Amerika hukumati Beijing 2022-yil qishliq olimpik tantariya musobaqasini diplomatik boykot qilish orqali Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizib kelayotgan irqiy qirg'inchiligiga qarshi turdi. Bu dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan Sharq Turkistonlik turkiy millatlar, Hong Kong, Tibetliklarning qizg'in olqishiga erishdi. 2 hafta ilgari Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonun loyihasi Amerika Kengash palatasidan o'tib, Prezident Jo Baydenning tasdiqlashiga sunildi. Biz Prezident Jo Baydenning qisqa vaqt ichida bu qonun loyihasiga imzo qo'yishini, qonunning amaliylashishini, xalqarodagi davlatlardan Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikqa qarshi turishga ahamiyat berishini, texmo ahamiyatli harakat qo'llanib, Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizib kelayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatishini talab qilamiz. Unda qilmaganda Xitoyning texmo azoylab Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilikni kuchaytirishiga sharoit hozirlandi. Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikdan qochib chiqqan Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga panohlik berish masalasiga sal qaralmoqda. Dunyo miqyosida 10 mingdan ortiq Uyg'urlarni asos qilgan irqiy qirg'inchilikdan qochgan turkiy xalqlar Xitoyga topshirib berilish ehtimoli bo'lgan Saudiya Arabistoni, Misr, Turkiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Afg'oniston, Tojikiston qatorliq O'rta Sharq va O'rta Osiyo davlatlarida xavf ichida yashamoqda. Xitoy Interpolni suiiste'mol qilib, davlatlarning Uyg'urlarni topshirib berish krizisini yaratmoqda. Idris Hasan qarindishimiz buning qurboniga aylandi. U Marokashda 7-oyda tutqun qilingan. Oldingi hafta Marokash sudi Xitoyga topshirib berishni qaror qildi. Agar Xitoyga topshirib berilsa, u qattiq jazolandi, balki o'ldiriladi. Biz Amerika hukumatidan Idris Hasan va uningga o'xshash Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarning Xitoyga qaytarilishining oldini olishini,
erkinligiga kapolatlik qilishini talab qilamiz. Bu yil 6-oyda biz Xalqaro jinoiy ishlar sudining advokatlari bilan birga Tojikistonda Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga aloqador dalil isbotlarni yig'ishda 3000 dan ortiq Uyg'urning Tojikiston chegarasidan 2016-yildan 2018-yilgacha bo'lgan aralıqda Xitoyga qo'g'lab chiqarilganligidek faktlarni Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga topshirdik. Bu yil 11-oyda Qirg'izistondan 2016-yildan 2020-yilgacha bo'lgan aralıqda 4000 dan ortiq Uyg'urning Xitoyga topshirilganligidek dalil isbotlarni topshirdik. Qaytarilganlarning hammasining jazo lagerlari, türmelerge qamalganlıqda, hatta öldürülgenlikide şek yok. Biz Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga Xitoyning insoniyatga qarshi jinoyati, irqiy qirg'inchiligi ustidan da'vo ochdik. Biz Bayden hukumatini bu da'vosimizni qo'llashga chaqiriq qilamiz. 2015-yildan keyin Xitoyning irqiy qirg'inchiligidan qochib, Amerikaga sig'ingan 1000 dan ortiq Uyg'urlarning panohlik masalasi hal qilinmag'achqa, ular ma'rif va ishga urilishdek turli imkonlardan bahramand bo'lolmayotdi. Biz Bayden hukumatidan Uyg'urlarga panohlik berish ishlarini tezlatishni, Sharq Turkistonni musofir davlat deb qaror qilishni talab qilamiz. Biz Amerika hukumati, Amerika davlat ishlari mahkamasi, inson haqlari kengashi, fuqarolik, ko'chmanlik ishlari mulozimatining Xitoyning irqiy qirg'inchiligidan qochib chiqqan Uyg'urlarning musofirlik krizini jiddiy hal qilishini talab qilamiz. Bugun Sharq Turkistonning motam kuni. Biz Amerika hukumatini xuddi Tibetni besilingan davlat deb e'tirof qilgandek, Sharq Turkistonni besilingan davlat deb e'tirof qilishini texmo ahamiyatli, amaliy harakat qo'llanib, Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizib kelayotgan irqiy qirg'inchiligini to'xtatishga, Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq va boshqa turkiy millatlarning haqiqiy demokratiyaga erishish uchun Sharq Turkistonning mustaqilligining asliga kelishiga yordam qilishini talab qilamiz. Ko'chmanlik va musofirlik ishlariga mas'ul Aziz Sulaymon afandi muhim so'z qildi. Assalomu alaykum. Amerika dunyoning har qaysi joylarida bugun namoyish qilgan barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlar, Allohimdan rozi bo'lsin. Bugun 22 dekabr vatanimiz Sharq Turkiston tuprog'i kommunist Xitoy hukumati tomonidan 22 zo'ravonlik bilan majbur holda bosilinganligidan 72 yillik motam kuni. Yani 1949 yıl 12 günü vatanimiz Sharq Turkistonning mustaqilligi Xitoy hukumati olib borishni boshlagan bir musibatli kun. Biz bugungi namoyish munosabati bilan vatanimiz Sharq Turkistonning qonunsiz mustamlak qilinganiga motam tutamiz ham cho'nqur qayg'uramiz. Shundan bilan birga ayni vaqtda tajovuzchi Xitoylarni yer sotkizgan ajdodlarimizni, botir jangchilarimizni, şehitlerimizni faxrlanib turib eslaymiz. Hammalarga cheksiz hurmatimizni bildiramiz, hammalar uchun duo qilamiz. Bu 72 yildan buyon Sharqiy Turkiston xalqi til bilan tasvirlangsiz zulmga, dafsandichilikka, irqiy qirg'inchilikka uchrab keldi. Bu zulmdan, bu qirg'inchilikdan qutulishning birdan-bir yo'li davlatimiz Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish. Shuni biz Amerika başlık barliq demokratik ellerni, xalqaro jamiyatni, Sharqiy Turkistonning Xitoy tajovuzchilari tomonidan ishg'ol qilingan bir davlat ekanligini e'tirof qilishga chaqiramiz. Xalqaro jinoiy ishlar sudining Xitoy hukumatining Sharqiy Turkistonda olib borayotgan irqiy qirg'inchilikni, insoniyatga qarshi olib borayotgan jinoyatni tizimli tekshirib bekitib, Xitoy amaldorlarini jinoiy jazo tortishni talab qilamiz. Biz Prezident Biden'dan hozir o'zining ustida turayotgan Uyg'ur majburiy emgakning oldini olish qonun loyihasini tezroq tasdiqlashni ham bu qonunni amaliy ijro qilishni talab qilamiz. Biz Amerika Tashqi ishlar mahkamasidan Sharqiy Turkistonliklarning, jumladan Uyg'urlarning siyosiy panohlik ishlariga qulaylik yaratib berishni, siyosiy panohlik iltimosini tezdan vaqtida tasdiqlab berishni talab qilamiz. Qarindoshlar, bizga mustaqillikdan boshqa chiqish yo'li yo'q. Mustaqil davlatimiz bo'lmasa, kishilik huquqimiz bo'lmaydi, diniy erkinligimiz bo'lmaydi. Hatto mavjudligimiz tahdid ostida. Shu qarindoshlar, biz oldi bilan davlatimizning nomi Sharq Turkiston degan bu muqaddas nomga ega chiqaylik. Qo'limizdagi bu ay yurtuzlik ko'k bayroqqa ega chiqaylik. Namoyishlar bo'ldi-ken, hammamiz namoyish qilib, o'zimizning Xitoy hukumatiga qarshi ifodamizni bildiraylik. Qarindoshlar,
Biz herkesme indigenous people emas. Biz asli imperiya kurgan, devlet kurgan, dünya medeniyetiga, dünya kültürüge belgili ta'sir ko'rsatgan bir medeniyetli xalqning avlodlari. Biz herkesme indigenous people emas. Herkesme indigenous xalq emas. Biz Sharqiy Turkiston tuproqining şu muqaddas zaminning asli egalari. Qarindoshlar, herkesme ümidsizlanmaydi. Allah xolsa iman e'tiqodimiz kamil bo'lsa, Xitoy tajovuzchilarini vatanimiz Sharqiy Turkiston tuproqidan cho'qin qo'g'lab chiqarib olamiz. Yuzimizdagi bo'lmasini aqlay olamiz. Qo'limizdagi bu ayyutuzlik bayroqni vatanimiz Sharqiy Turkiston osmonida qaytadan labirib olamiz. Allohga rahmat. Assalomu alaykum barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Amniyat bilan bugun ishdan kærligim yo'q keldim men so'zlaydi. Shuna olsimi bugün bir alayda kun bo'lganlik uchun biz uchun bir muaddab kun bo'lganlik uchun ikki so'z qilishni muvaffaq topdim. Amerikada masalan Xitoyning demokratik mang'izg'an kuchlar bor. Masalan Amerika demokratlar. Yana bir taraf bo'lsa Xitoy tarafini bo'limiz deydigan kuchlar bor. Yo'q emas. Biz qaysi bilan birlashishimiz kerak. Bizga albatta bu davoni o'ng qanotimiz, so'l qanotimiz kelsa bo'lishi kerak. Nima uchun o'ng qanot, so'ng qanot deymiz? Chunki bir qanot kam bo'lsa, bu qush ucholmaydi. Biz agar haqiqiy siyosat o'ynaymiz, haqiqatan mushavani birga olib chiqamiz deyotganmiz, ikki taraf bo'lishi kerak, ikki taraf birlashadigan yerda birlashishimiz kerak, ayrilmaydigan yo'lda mengishimiz kerak, bir-birimiz yo'lni to'smasligimiz kerak. Ammo bugun kunlikda qanday hodisa yuz beryapti biz dokladlarni ko'rdik. Intan kishini umidsizlantiradigan dokladlar ben bir Uyg'urlarning, Sharq Turkistonliklarning oliy organi vakili deydigan tashkilotlardan ichida chapnoqliq. Hozir biz ularga besim qilib shu dokladlarni evitamanglik. Demak, buning orqasida qanday bir kuch bor? Nima uchun shu dokladlar shu yerdan yo'qolib ketmaydi? O dokladlarda hattoki biz Sharq Turkistonni ozodligini emas, biz avtonomiya talab qilamiz degan so'zlar yozildi. Nima uchun hozirga qadar shu dokladlar shu yerda turdi? Biz yana mush tarixni takrorladik. Biz bu tarixni endi takrorlasak bo'lmaydi. Bizga kim kerak? Tashqi kuchlar qurbagan qahramonlar kerakmi? Yo'q. Bizga Xiyoni Boturga o'xshash, Osmon Boturga o'xshash, Ilhom To'rga o'xshash botirlar kerak. Bizga hargizmi Sovet Ittifoqi yoki Amerika yoki Xitoy tikapaki Ahmadjon Qosimga o'xshash, yana boshqalarga o'xshash bunday boshliqlar kerak emas. Inson olib tiklarga o'xshash boshliqlar kerak emas. Sharq Turkiston sürgündü hükümetinin baş ministeri Salih Xudoyor Efendi One American News Network'ның ziyaretini qabul qilib, Sharq Turkiston Cumhuriyetining Xitoy tajovuzchilari tomonidan ishg'ol qilinganligini la'natlash, motam tutish kuni munosabati bilan Amerika Davlat ishlari mahkamasining oldida namoyish o'tkazib, garchi Amerika hukumatining Xitoyning irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilgan bo'lsa-mu, buning yetarli emasligini, Uyg'ur majburiy emgikining oldini olish qonun loyihasiga imzo qo'yib, qonunning kuchga ega bo'lishini kafolatlantirishi kerakligini, Sharq Turkistonni xuddi Tibetni besilingan davlat deb e'tirof qilgandek, besilingan davlat deb e'tirof qilishni, Uyg'urlarga panohlik berishni, Uyg'ur majburiy emgak qonun loyihasining qurultayga yo'linib, ma'lum mezgil tasdiqlanmaganligini, keyin qurultayning tasdiqidan o'tib, hozir Baydenning tasdiqlanishiga sunilganligini, shunga qonun loyihasini tasdiqlash va Uyg'urlarga panohlik berish va boshqa usullar orqali irqiy qirg'inchilikni to'xtatish kerakligini, gerçi Olimpik tənərkət yığınını boykot qilish xushallanarlıq ish bo'lsa-mu, yetarli emasligini, Amerika hökumətini Sharq Turkiston sürgündü hökumətinin xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga sungan arzini qo'llashini va buning Birlashgan Davlatlar Tashkilotining muhim bir masalasiga aylanishini talab qilganligini aytdi. Amerika prezidenti Joe Biden payshanba kuni Uyg'ur majburiy emgak qonun loyihasiga imzo qo'ydi. Qonun rasmiy kuchga ega bo'lib, Amerikada ijro qilinmoqda. Şirketler mahsulotlarning Uyg'ur majburiy emgaki orqali ishlab chiqarilmaganligini isbotlamag'icha mahsulotlar Amerikaga kirgizilmaydi. Baydenning qonunni imzolaganligini bayon qilgan bir bayonotda, qonunning ma'qullanishini qo'llagan palata a'zolaridan Jim McGovern, Chris Smith, Jeff Merkley, Marco Rubio, majlis bayonotchisi Nancy Pelosi, Kengash palatasining ko'p sonliqli rahbari Charles Schumerning buningga rahmat aytganligi bayon qilindi. Marco Rubio buning Xitoyning Uyg'urlarni majburiy emgakka solganligini javobgarlikka tortishining eng unumli, ta'sirli harakat ekanligini, Beijing bilan bo'lgan munosabatni tubdan o'zgartirib yetadiganligini, Amerikaliklarning bilib bilmay majburiy emgakdan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni sotib olishning oldini olib bo'ladiganligini, qonunning ijro qilinishiga kafolatlik qilishni umid qilganligini aytdi.
Sharq Turkiston sürgündü hökuməti Baydenning bu qanun loyihasiga imzo qo'yganligiga rahmat aytish bilan birga qonunning darhol ijro qilinishini, texnik kuchlik harakat qo'llanishni, Xitoy ustidan xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga sunilgan arzini qo'llashni, Sharq Turkistonni besib olingan zamin deb e'tirof qilishni talab qilganligini aytdi. Yangi avlod ijtimoiy mazmun aloqa suhbatining muharriri, Turkiyadagi Turkiy millat ommasining madaniyat mavjudligi to'g'risida magistrlik unvonini davomlashtirayotgan Nazgul Kenjitay va uning xizmatdoshi muharrir Amin Karajik dunyodagi turk jamoatlarining kulturini ijtimoiy aloqa hisobida silliq yo'llashni maqsad qilib Rossiyaning Yoqutiston Jumhuriyatiga berib, u yerdagi turkiy xalq bilan suhbatlashgan. Ularning muzika, usul, yemak-ichmak odatlarini singa olgandan keyin Rossiyaga tava Xakasiya Jumhuriyatida Rossiya terrorlikqa qarshi turish atriti tarafidan tutqun qilinib, narsa keraklari musodara qilingan. Ruxsatsiz singa ilish bilan ayblangan. Qaytarish markaziga avatilib, nachar sharoit ostida tutib turilgan. Advokat tutishi va ya advokatlari bilan aloqalashishga ruxsat qilinmagan. Ularning deyishicha, Rossiyaga kirganda besimga uchramagan. Faqat Rossiyaga tava Turk Cumhuriyatlariga kirganda Rossiya qismlari besimni orttirgan. 10 kundan keyin chegirdan chiqardiganligini aytsimi, chegirdan chiqarish muddatini kechiktirishga urinmoqda ekan. Turkiyani markaz qilgan O'rta Osiyo Turkiston tadqiqoti bilan shug'ullanadigan qozoq jurnalist Nazgul Kenjibay imperialist kuchlarning temir tapini ostida erib yo'qilayotgan, zulmga uchrayotgan ommaning ovozini yangratgan. Tadqiqotining bir qismi sifatida Xitoyning tajovuzchilik assimilyatsiya qilish mohiyati, Sharq Turkistonni ishg'ol qilishi, Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni asosiy gavda qilgan turkiy millatlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi ustida tadqiqot olib borgan. Bo'libmi yaqinqi yillardan buyon yurgizib kelayotgan lager, turmalarga qamash, insonning aqliga kelmaydigan qiynash usullari orqali yo'qotib o'tish maqsadini Xitoyning razil abdi beshirisini dadillik bilan o'ttirg'a qo'yib, Turkiy Cumhuriyatlarni Xitoyning xavf-xataridan ogohlantirib kelayotgan, Türk qavmlarini birlashtirish uchun tirishchanlik ko'rsatayotgan ishg'oliyat ostidagi Turkiy davlat Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun dunyoni bo'libmi Turkiy davlat va xalqlarini chaqirayotgan maydoni aniq, keskin bir jurnalist. Sharq Turkiston surgundi hukumatı Rossiya hukumatidan adolat tarafda turib, Nazgul Kenjitay va Amin Karajikni qisqa vaqt ichida qo'yib o'tishni, ularning erkinligiga to'sqinlik bo'lmaslikni talab qildi. Mustaqillik uchun o'lishni xohlaydigan millat izzat hurmati va shon sharaf uchun har qanday narsani fido qilishga tayyor turadi. Bo'ynini o'z qo'li bilan asorat zanjirida bog'lagan sharafsiz, izzat hurmati yo'q millat bilan do'st dushmanning nazaridagi o'rni o'xshash bo'lmaydi, deydi Mustafa Kemal Atatürk. O'zining shon sharafini qo'g'dayolmagan, qulluqqa qolgan millat qulluq zanjirini pachoqlab tashlamaguncha har kimning nazaridagi o'rni tuvan bo'ladi. Mustaqillik hurlikdir. Mustaqillik shon sharafdir. Qulluqda yashagandan o'lim a'lo. Birla tanlashma. Yoki mustaqillik, yoki o'lim. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rgan uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.